Assalomu alaykum. Mana bu yerni tozaligini ko'ring, limonni tagini. Supurgi bilan sipiryapti desam ishonasizmi? Haqiqatan supurgi bilan sipirilyapti. Mana chiqadigan musorlar bosib olib chiqib tashlab, mana bu o'tlar, mana o't o'lanlar, mana bu nima deydi, o'sha kuzdan qolgan yegana o'tlar, mana qoldiqlari hammasi yig'ishtirilib, mana hormanglar qizlar. Hammasi yig'ishtirib olinib, supurgi bilan sipirib olinyapti. Xo'p, bunday toza, ozoda qilishimizga sabab nima bo'ldi? Sabab chunki mana hozir ko'rsatib o'tamiz. Limonzorda kana kasali tushishiga sababni axtaradi. Birinchi sabab to'g'ri gap agronom mutaxassisga tegdi, ya'ni menga. Mana shu yerda kana tushishi sabablari menga tegdi. Chunki dedi, o'sha san bergan dorilar o'z vaqtida foyda qilmadi. Mana shunaqa bo'ldi, qish bo'lishiga qaramay kana rivojlanib turdi dedi. Xo'p, keyin men o'zimdan baribir gunohni soqit qilish uchun asl sababini axtaramanmi? Asl sababi esa mana shu, mana musorlarda ko'rdim. Deylik, mana shu musorlarni kim kafolat beradi? Mana shuni tagida mana urug'lar yashirilmaganiga yoki shunda kasalliklar qolib ketmaganiga yoki mana bu tushib yotgan barglarda kasalliklar bo'lmasligiga, mana bu begona o'tlarga mana qarang. Mana shu yerda ham ancha mana ko'zi ko'rinmaydi. Mana demak, izlagan imkon topadi degandek, mana shu issiqxona bo'lsa, mana hozir shakar bilish ishlari davom etib turibdi. Shu imkonni topishga harakat qildik. Endi topdik deb ayta olmaymiz, chunki topganimizda bu kasalliklar bo'lmas edi. Shu uchun biz endi fikrimizni, boshidagi fikrimizga qaytamiz. Endi biz mana shu limonlarning tagini mana shunday qilib, chiroyli qilib tozalashga va daraxtlarning tagini 30-40 santimetrgacha ahayda muskipors qo'shib ahayda oqlashga qaror qildik. Mana sizga bizni tavsiyamiz. E'tiborlaringiz uchun yana bir bor rahmat. Siz nima deysiz? Kana tushishiga asosiy sabab nima bo'lishi mumkin? Agar kimda fikr bo'lsa, bemalol bildirishingiz mumkin. 93 476 20.